Ushbu loyiha Biznes rivojlantirish banki hamkorligida Xorazm viloyati Xonqa tumani Madaniyat Mufiy 505-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda piyoz ekini ekilgan. Maydon hajmi 7-9 gektar. Uzunligi 286 metr, bo'yiga 278 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar piyoz ekini to'liq unib chiqqan, holati yaxshi. Ekinlarni yetishtirish piyoz ekinini 180 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 14 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi o'rtacha 50 sotikdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun BRB Agro xizmat ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 250 sentnerdan jami 200 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turlari ekish orqali yer egalarining daromadlarini yanada oshirib borilish rejalashtirilgan.